Assalamu alaykum qadarli radio anglashdoshlar. Bugungi roman anglitı sayfimizda Süngül Canishov xonim yozgan Ko'z yoshidan namdalgan zamin nomli tarixiy aslima yana huzuringlarda bo'ladi. yili noyabr. Maktabga qaytib kelishimiz bilan tang qizlar orasida Shamshijamol qursaqliq bo'lib qopti degan so'z tarqab ketdi. Bu yil maktab tashkili maktabda o'qiyotgan o'quvchilarning to'y qilishiga ruxsat yo'q. Agar maktabda qursaqliq bo'lib qolsa, o'g'ilmi, qizmi maktabdan qo'g'ilindi degan qarorni chiqargan edi. Bir qancha qiz o'g'illarni mushu qarorga asosan maktabdan qo'g'ilgan edi. Biz maktabga kirgan kundan boshlab men Malika, Shamshijamol, Ablis, Ablikim yaqin do'stlardan bo'lib o'tdik. Keyingi vaqtlarda Halima, Turnusala qo'shildi. Biz har vaqt bir-birimizga yordamchi ham maslahatchi, bir tuqqan qarindoshlardek yaqin o'tdik. Shamshijamolning bu ahvoli bizlarga og'ir bo'ldi. Men bu so'zni anglagandan keyin Shamshijamol bilan paranglashdim. U xijolat bo'lgan ham ro'y tushgan holda. Ha, shundoq bo'ldi, deb amalsiz qolgandek kiya qardi. Uning so'zi mening beshimga xuddi birsi tayoq bilan urgandek bilindi. Bu endi qandoq bo'lib ketgani? Sizlarni maktabdan haydasa, biz qandoq qilamiz? Uning bundoq ko'ngli yerim bo'lib turgan mezgilda uningga ortiq so'zlashning hojati yo'q edi. Shunga do'stlik ko'nglim bilan har qanday qiyinchiliging bo'lsa bizga degin, qo'limizdan kelishimizcha sana yordam qilamiz, dedim. Shamshijamol meni quchoqlab yig'lab ketdi. Ularni maktabdan rostlaydi demi? degan savol mening ko'nglimni bearam qilardi. Birinchi turmining qaramog'idagi jinoyatchilarni o'zgartib ishlatadigan mashina remont zavodining boshlig'i Yusuf Changjang jag'i sayliq bo'lib, Setvaldi o'zni men sening akang Telvaldining do'sti deb tanishtirib, Yusuf Changjang orqali Setvaldiga maktabda to'y qilishga ruxsat qilib, qonun o'rnidan to'y xati olib berdi. Ham bularning to'yini jamoat xavfsizligi nazoratining o'zi o'tkazib berdigan bo'ldi. Shamshijamol bilan Setvaldining bu ishi qandaqdir jamoat xavfsizligi nazoratining maslahat tekshirishi uchun foydali deb qaralgan bo'lsa kerak. Ularning to'y ishini to'satdan o'zi bevosita boshqarib, o'zi qilib berdigan bo'ldi. Bir hafta ichida to'y bo'ldigan bo'ldi. Men va Bo'rdaloliq Mahmudning ayoli Maryam ikkimiz ishchilar oilasidagilarning ish mashinasiga berib, bir kun ichida to'y ko'ynakni tikib, bitirib chiqdik. Qolgan ushaq-tushak ishlarga men, Ablis, Ablikim yugurib yordamlashdik. Noyabrda Shamshijamol bilan Setvaldining to'yi bo'ldi. Xinjiang institutining o'qituvchisi Abdukarim muallimning ayoli savodishimiz Xolida Saydinning uyida qiz o'ldirishi bo'ldi. Qizlardan hammamiz qiz o'ldirishiga keldik. Dasturxon usti mezlik pishgan har xil taomlar, yel yemishlar, tatliq turumlar bilan liq to'lgan bo'lib, chini qo'yg'idek yarmi qolmagan edi. Shu sharoitda mushunchalik hozirlik bilan mehmon kutish oson emas edi. Qiz o'ldirishimiz ko'ngillik ham chiroyli o'tdi. Biz hammamiz Xolidaga ham ota-onasiga rahmat aytib qaytdik. Kashlik o'ldirish jamoat xavfsizligi nazoratining zalida o'tkazildi. Men qiz qo'ldash, Ablikim yigit qo'ldash bo'ldi. Bizning sovg'adoshlarning hammasi degudek keldi. Cho'ng zalning yerimi jamoat xavfsizligi nazoratining kadrlari bilan, yerimi o'quvchilar bilan to'ldi.
zalning o'tirsa, nurg'un ustallar qo'yilgan, ustallarga oq dasturxon selinib, ustiga turli taomlar va aroqlar tizilgan edi. To'y chiroyli ham yaxshi o'tdi. Muzikalarmu yaxshi pardlarga to'xtamasdan chelinib turdi. Tansa, usullarmu shunchalik qizib ketdi. Biroq nimishqidu zalning ichi bir xilla surli ko'rinadi. Xuddi bizni mikroskop ostida tekshirayotgandek, har bir kadr bizga sinov ko'zlari bilan sinchilab qaragandek ko'rinadi. To'y ma'rikasi xeyli uzunga suzildi. Yerim kecha bo'lganda qiz yigitni ko'chirib Yusuf akaning uyiga olib qo'ydik. Yusuf aka uyini ularga bo'shatib berib, o'zlari qo'ng'ili boshqa yerga ketdi. Men Malika ablas ishimiz qaytib chiqsak, boshqalar ketib bo'pti. Sirtda qar to'xtamay yerib turardi. Eng oxiri biz ishimiz maktabga piyoda qaytdik. Albatta, bu orliq piyodalar uchun 2 soatlik yo'l edi. Men ko'nglimda nima uchun jamoat xavfsizligi nazorati bu to'yga aralashib, o'zi bevosita o'tkazib berdi degan savolni o'ylab yuratdim. Ablazmi, bu to'y ajab qiziq bo'ldi. Jamoat xavfsizligi nazoratining zalda bu yerning kadrlari bilan o'tdi-ha? deb bizga qaradi. Ular Setivoldini chiroq qilib bizni izlayotdi, dedim men. Rost deysiz. Ular Setivoldini qarmoq qilib, bizning hayot dengizimizga qarmoqni tashlab, boshqalarimizni shu qarmoqqa tushirmoqchi, dedi Ablis qandoqdir yuragi bir qo'rqinchni sezgandek hayajon bilan. Va yana tezla xuddi bir narsa esiga tushgandek. Hey, men bir narsadan ansirayapman. Bular bizdan gumon qilyapti nima? Bular bizga cho'qim yaqin yerdan qiltoq qo'yapti. Diqqat qilmasak xatarlik, deb bizga qaradi. Menmi shundoq o'ylab qoldim. Ular biror narsa sezib qolmagandi-a? dedi Malikmu ansiz ovozda. Men o'ylanib turib, yo'q, ular yipning uchini tek topolmadi. Bu yerda faqat Shamish Jamolning qursaqlik bo'lishi va ikkisining hozir maktabdan haydalish oldidagi eg'ir minutdan foydalanib to'y qilib berib, bu ikkisining yanla maktabda qilib o'qishiga yordam qildi. Setvoldimi bularning bu cho'ng yordam uchun har qanday ishga bosh tortmasdan qo'ldan kelgancha yordam qilishga tayyor bo'ldi. Hozir ular seni, bizlarni, do'stlikni, hatto hammani unutdi. Bu biz uchun yaxshi bo'lmagan bishorat, dedim. Oramizni jimjitlik bosdi. Faqat qilin qorning biz dastlab mang'amda chiqqan g'aras-g'urus ovozlar bu jimjitlikni buzib turardi. Bular tehi bizni bilmadi. Agar bilgan bo'lsa, bunchalar chiqim qilib, cho'ng to'y qilib, ularni maktabning tizimini buzib, maktabga ilib qolmas edi. Yipning uchini tortib turib, hammasini so'rab chiqqan bo'ladi, deb qo'shib qo'ydim. Biz oltaylan ching bo'lsak, hech kim bilmaydi, dedi Malika. Masala shu yerda. Ablis qandoqdir yana bir narsa demoqchi bo'lib tamshiladi. Men uning so'zini bo'lib. Sizlar haroq ichib, masjidlikda ularga ishinib, biror so'z chiqib qo'ymagansizlar? deb so'rdim. Yo'q, undaq ish bo'lmadi, deb so'zni davomlashtirdi Ablis bir oz o'ylangandan keyin. Biz bek diqqat qilishimiz kerak. Boshqalar oldida biz odatdagi savodashlardek yurishimiz, hargiz chandırib qo'ymasligimiz kerak. Setvoldi bilan Shamish Jamol bizning hech narsamizni bilmaydi. Shunga ulardan bizlar to'g'riliq hech narsa chiqarmaydi. O'qish bitirguncha qattiq diqqat qilaylik. Tinch amon o'qishimizni tugatgandan keyin jamiyatga chiqsak, ondan bu ishlarni qilishga qulaylik bo'lar.
Әнә шундaq параңлар белән мәктәпкә yetib kelganimizni sezmay qaptık. 12 dekabr. Мәликенең аиләсе Советка кетиш мөнәсәбәте белән Союзга маңмакчы булды. Biz уны узтыш кечелеге өткізіп, таң атқыча ухламай параңлашып чыктык. Мәликенең кетиши biz өчен бәк көңелсез булды. Булыпмы, мен худди яхшы көрдіган bir нәрсәмне yo'qitib qo'ygandek, көңлем yerim булды. Мен уның белән мәктәпкә кергән көндән башлап, якын дус булып өттем. Boş vaqtimiz bo'lsa, bir-birimiz bilan fikrlashib, paranglashib, ko'z qarash, ideyalarimiz bir-birimizga o'xshash edi. Malika ketgandan keyin men xuddi bir qo'l, bir putumdan ayrilib qolgandek bo'lib qoldim. Shu kuni kechacha men uning ketishiga qanmasdan uning bilan so'zlashib chiqdim. Biz so'zlashib, so'z nuqtasi tashkilotimiz ustida bo'lganda, men Malikaga: "Do'stim, sen bizdan ayrilib, yiroq yerlarga ketyapsan. Biroq bir yaxshi yeri, sen oilandagilar bilan birga mangding. Sen yolg'iz emas. Sovetga berib, o'g'irlashib, biroz turmushinglar bosgandan keyin vaqt chiqarib, Ziyo Samadiy apandi bilan ko'rishib, bizning ishlarimiz to'g'risida so'zlashib baqqin. So'zlash jarayonida u kishining ko'z qarash, ideyalariga diqqat qil. Agar bizga yordam qiladigan bo'lsa, u chaqda bu bak cho'ng ish bo'ladi. Ondan sen u yerda ishlasang, biz bu yerda ishlasak, bir-birimizga moslashib olsak, ishimiz o'ngishli bo'ladi. Hozirgi maktabning ahvolini o'zing ko'rib turibsan. Vaziyat qattiq chingib ketdi. Bular bizning yo'limizni har tarafdan to'sib kelyotidi. Bu ishning oxiri nim bo'larkin? Endi sen bilan tashkilotimiz ustida xat yozishmoqchi bo'lsak, gulni porliq qilib yozaman. Tashtakdagi gul deb yozsam, bizning tashkilot deb bilarsan, dedim. Siz jarayonda Malika har vaqt biz bilan moslashib ishlaydiganligini bildirib, bosh langishgan holda o'zining qo'ldan kelishicha terishdiganligini bildirdi. Ishlar ustida Oblis, Malika, men uchimiz uzun paranglashdik. Tong suzildi. Malikaning ketadigan vaqti keldi. Men, Halima, Turnisa, Oblis to'ytimiz Malikani aerodromga uzatib chiqdik. Shuncha eg'ir hislar bilan xo'shlashdik. Men yig'ilgan holda aeroplan ko'zdan g'oyib bo'lgan qadar uningga qarab, cheksiz xiyol ichida o'zimni unutib qoldim. Bir chog'da Oblisning: "Yuringlar endi, avtobus ketib qolmasin, bizim qaytayli" degan so'zi bilan o'zimga kelib, avtobusga qarab mangdik. Biz maktabga kelsak, Nusrat boshliq yilqi bir qism aktiv o'quvchilar bizni izlab yo'q so'zlarni tarqatib etibdi. Hatto o'quvchilar uyushmasiga berib g'ulg'ula qilibdi. Men tomoqdan keyin, tushdan keyingi darsga chiqmay, bir oz uxlolmoqchi bo'ldim. Dal shu chog'da Oblikim to'limu ansiz va jiddiy qiyofatda yotoqqa kirib keldi va bizga qarab: "Yaxshi berib keldinglarmi?" deb qo'yibla karvatga berib o'ltirdi. Uning ko'nglida qandaqdir bir xil ko'ngilsizlik va xotirjamsizlik bordek qiladi. "Nima bo'ldi, Oblikim? Mijozingiz yo'qmi?" deb so'radim. "Rost, nima bo'ldingiz, Oblikim?" deb so'rashdi qizlarni. "Yo'q, hech narsa bo'lmadim" deb yana shu jiddiy qiyofatga chiqib ketdi u. "Nima bo'lgandi? Biror ko'ngilsiz gapsiz oldimi yo?" deb o'ylanib qoldim-yu, biroq yanla uxlab olish maqsadida tayyorlanib turardim. Orqadanla Oblis kirib keldi. Umu jiddiy ko'rinadi. Biroq chandirmasdan biroz o'ltiribla meni ishorat qilib qo'yib chiqib ketdi. Menmu Oblis chiqib ketgandan keyin bir oz vaqt o'tkazibla ularning yeniga bordim.
Kirsam, Setvaldi karvatda o'ngda yetibdi. Yanada Obliz bilan Oblikim o'tiribdi. Men eshikdan kiribla ularning qiyofatiga qarab, "Nima bo'ldi? Hammanglar xuddi ustiratgan qimorvozdek salpiyib o'tiribsizlar-ku?" deb chaqchaq qildim. Ular bugun jamoat xavfsizlik nazoratining jip mashinasi bilan kelib, Setvaldini elib ketib, qattiq so'roq qildi. So'roqda Ahmad To'xti, Obliz, Oblikim qizlardan sizning ismingizni aytib, ularning masalasini fosh qil deb qistabdi. Yana bu ahvollarni ularga dema deb topshiribdi, deb Setvaldidan anglagan ahvollarni deb berdi. Ichimda bularning diqqat e'tibori bizga og'dirilibdi-da, "Apla, ish yaxshi bo'lmadi", deb g'am qilib qoldim. Setvaldi qattiq so'roq natijasida yuragi qo'zg'alib qolganmi, o'zini tutolmay jiddiylasib ketgan edi. Bizning ishimizni Setvaldi bilmaydi. U faqat ayrilib o'qish to'g'risidagi o'qish tashlash harakatidan qattiq ansiraydi. Men Setvaldining ko'nglini xotirjam qilish uchun: "Mayli, tekshirsa tekshirsin. Bizning hech qanday jinoyatimiz yo'q. Bizning o'qish tashlash harakatidagi talablarimiz to'g'ri bo'lg'ach, ular bizning talabimiz bo'yicha ayirib o'qitdi. Agar u ishlarni jinoyat desa, u chog'da bizlarni bugunga qadar so'rab kelmasdan shu vaqtning o'zila qo'lga olmasmidi?" dedim va ko'nglimdan kechgan narsani Setvaldidan so'radim. "Ras, ular bizning ustimizdan nimani fosh qildaydi? Ularning kutgani nimikan? Sizdan markazli qilib zodi nimalarni so'rdi?" Obliz, Oblikimlarmi suol nazari bilan tanlab Setvaldiga qaradi. Setvaldi bir oz o'ylanib qolib, "Shu sizlarning isminglarni atab, mushularning masalasini topshir deydi. Ular nima qildi? Kimlar bilan oralashadi? Xarakteri qandoq?" deganga o'xshash ushaq-tushak narsalarni so'rdi, dedi. Bularning tekshirish doirasi nima uchun biz to'rtimiz ustiga markazlashib qoldi? Bu savol har vaqt bizning beshimizdan ketmay javob izlaydi. Shu kundan boshlab Setvaldini har kuni degudek jamoat xavfsizlik nazoratiga elib ketib, bizning ustimizdan fosh qilish to'g'riliq so'roqlarni elib berib turdi. Jamoat xavfsizlik nazoratidan har kuni xilma-xil kishilar kelib, o'quvchilarni chaqirtib so'roq qiladigan bo'ldi. Ularning saqchi mashinalarini maktabga birisi kelsa, yana birisi kelib, qatnab turadigan bo'ldi. Lekin men yanla o'z ko'nglimni xotirjam qilib, bizning oramizda hech kim xoinlik qilmaydi. Bizning irodamiz chin, ham qasam qildik. Qasamni buzmaymiz. Chunki men rostala a'zolarimga ishondim. Balkim so'roq ustida Setvaldi bizning ustimizdan bir narsalarni deb gumon tug'dirib qo'ydimi-ya, deb o'yladim ichimda. Bekor oshni yema, bekor g'amma qilma degandek gap bo'ldi bu. Qishliq ta'til bo'lib, Setvaldi Shamish Jamolni elib Jag'isayga qaytdi. Yo'lda mashina va Harula bilan 3-4 kun menib, oxiri Jag'isayga sog'-salomat yetib beribdi. 2 kundan keyin Shamish Jamol o'g'il tug'ibdi va ismini Dilshod qo'yibdi. Setvaldi ta'tildan keyin o'qishga ulgurib qaytib keldi. Shamish Jamol bir oydan keyin o'qishga kechikib keldi. Balni Setvaldining onasi elib qolgan ekan. Qishliq ta'tilda Turnusa ikkimiz janubiy toqqa berib qaytdik. Qimmatli radio do'stlar, 12 dekabrda qanday voqealarning yuz berganligini bilishga qiziqsangiz, keyingi qadimliq roman anglitsi saytimizga quloq solg'aysiz. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Keyingi qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.